Yangi balon sotilayotganda albatta mana shu yozuvga e'tiborli bo'linglar. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, balondagi yozuvlar nimani bildirish haqida qisqacha aytib o'tamiz. Mana bu 155 yozuvi bu balonimizning kengligini bildiradi. Ya'ni balonning kengligi 155 mm. Yozuv qanchalik katta bo'lsa, balon shunchalik shiroki, enli degani. Undan keyingi 70 yozuvi bu balonning profilini bildiradi. Ya'ni profil balandligi kengligini 70%. Bu 70 mm emas akalar, kengligi qancha katta bo'lsa, 70% ham shunchalik baland bo'ladi. Keyingi yozuv bu yerda R14 yozuvi. 14 bu mana bu diskamizni diametrini bildiradi. Diametr bilasizlar, u boshidan bu boshigacha bo'lgan masofasi 14 dyuym, santimetrga aylantirsa ekraningizda ko'rinib turadi. Shuningdek, bu yerda yana muhim yozuvlardan mana bu 77T yozuvi. T bu balonda ruxsat etilgan maksimal tezlik. T harfiga 190 km/s mos keladi. Qolgan harflarni ekranga yozib qo'yamiz. 77 bu har bitta balonga tushishi mumkin bo'lgan maksimal og'irlik. Bu 412 kg. Biz hozir ko'rsatayotgan balon bu o'zimni Sparkimni zapaska baloni. Shuningdek, akalar, balon olishda mana shu yozuvga e'tiborli bo'lasizlar. Bu balon ishlab chiqarilgan sana 2011-yilning 35-haftasi. Yangi balon sotib olayotganingizda albatta mana shunga e'tiborli bo'linglar. Shaxsan o'zimiz yangi balon sotib olganimizda 4tadan 3tasi 2025-yil partiya va bittasi 2024-yil yarmida ishlab chiqarilgan ekan. Va bu ko'pchilik aytishi mumkin, unchalik strashni emas, lekin akalar, mana bu balon qancha ko'p saqlansa, undagi rezina o'zini qayishqoqlik xususiyatini shunchalik yo'qotib boradi. Shuningdek, bu yerda akalar ko'plab yozuvlar bor. Sizlar eng asosiylarini aytib o'tdik. Shuningdek, muhim yozuvlardan bittasi mana bu Tiko balonida bor M+S yozuvi, ya'ni loy va qorda haydash mumkin degani, yokida all season, hamma fasllar uchun deb yozilgan bo'ladi. Akalar, oddiy va kerakli foydali ma'lumotlar uchun bizga obuna bo'lib qo'yinglar.